Assalomu alaykum hammaga. Xo'p, bizga foton, chakmanlar bo'lsa kerak. Menimcha shularni kompressori keldi. Bu kompressorni alyumin golovkasi suv bilan bo'lgandan keyin suv qolib ketar ekanmi? Mana shu yoribdi mana. Ko'rdinglar? Yorilgan. Buni endi hozir razbor qilamizda, yechib olib, xudo xolasa zako'yni hisobiga qilib beramiz. Bunaqalarni ko'p sorga qilib turamiz. Mana bu yerda ham yorib chiqqan o'xshaydi, mana itorga o'xshaydi mana. Trishinni bu yerda ham bor. Yo, bunda bu yoqqacha yorilib ketgan. Nima bo'lsa bo'lganda ochganimizda ko'ramiz endi ichini. Shunaqa xizmatlar bo'lsa olib kelaverasizlar. Xo'p, bundan tashqari mana bunaqa motorlarni ham posilka qilib jo'natib yuborishadi. Mana shunaqa jo'natib yuborsanglar ham qilib beraveramiz motorlarni. Mana shular ham uzoq-uzoqlardan kelgan. Jizzax, Samarqand, Surxondaryo, Qashqadaryo, ana To'rg'ildirayliklar ham, skuter, kvadrotsikl, yoniq elektromobillarni ham remont qilamiz. Zapchastlari bor. Uncha zapchast topolmadim degan joylarga zapchast ham qo'ldan kelgancha topib berishga harakat qilamiz. Imkon qadar. Xudo xolasa endi buni yechib olamiz, keyin svarkalaymiz chiroyli qilib. Bunaqa gaplar. Mana xudo xolasa yechib oldik. Mana boyagi trishinni yo'q deganimni ko'rdinglarmi? Ag'darib aniqlanganiga namlandi. Mana shu ham yorilgan. Bu yerda ham shu namlanishga tushdi. Mana xudo xolasa uni sorkalaymiz. Boshqa joyiga trishinni tushmagan o'xshaydi ko'rinishidan. Faqat mashiti bu yoqqa qarab ketgan. Buni endi qiziganda ko'ramiz, qatgacha borar ekan. Keyin bitta mana ishda ekan. Bu yoqlarida yo'q o'xshaydi, xudo xolasa trishinni. Shunaqa gaplar. Qo'ldan kelgancha endi buni svarkalaymiz chiroyli qilib, argonda yaxshilab, tekis qilib. Betlarigacha quyamizda, keyin chaqlab, tekislab. Bo'lmasa suv o'tishi mumkin bu yerdan. Shunaqa gaplar. Ketdik endi argonxonaga deydi-yu. Yo, bismillah. Suvlar muzlagan mana. Suvlar muzlagan. Bundan tashqari aka-ukalar mana generatorlarni remont qilaveramiz. Bu hozir qaysidir vali manbumi ichidan uzilib qolgan. Buni o'rayolmayman to'g'risi. O'rasa bo'lsa kerakdir, hali o'rab ko'rmaganman. Ichidan uzilib qolgan. Endi o'rniga mana buni qo'yamizmi? Hayronman. Mana yana generator. Mana bu ham generator motori. Mana bu yerda yotibdi elektromobil generatori. Buni ham to'g'irlash kerak. Shatun o'lgan uni. Shatun topilmoqda. Shunaqa gaplar. Mana bizning argonchamiz. Shunaqa gaplar. Svarkalaymiz endi. Mana xudo xolasa svarkalab
betni svarkaladik, bu yoqqa svarkaladik. Ichki tomonini ham svarkalab, chaqlab tashladik. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha yig'ib beraveramiz endi chiroyli qilib. Yig'amiz endi xudo xolasa. Mana xudo xolasa yig'ib, terib, to'g'irlab qo'ydik. Aytiga ozgina germetik surtib yubordik. Bilib bo'lmaydi, baribir ko'tarilgan, tushgan, u bu toshga ishqalab tekislashga harakat qildik, baribir bilib bo'lmaydi endi unaqasini. Xudo xolasa mana bosib ishlatishaveradi xudo xolasa. Suv qolgan joyi bo'lsa shunaqada olib kelaverasiz, shunaqa xizmatlar bo'lsa, Foton, Chakman qaysidir mashinalarni kompressori qilaveramiz. Videomiz yoqqan bo'lsa like bosib, podpisatsiya bosib qo'yinglar. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Rahmat hammaga. Assalomu alaykum hammaga. Xo'p, bizga Zubur motoblok motori keldi. Dinamo tok yaxshi bermoqda deb kelindi bu. Keyin radiatordan suv oqatdi deb bu muzlab qo'ygan ekan, yorgan ekan. Shu endi radiatordan suv oqizatdi deydi. Radiatorni ochib yamab ko'ramiz, xudo xolasa. Keyin qo'shimcha unaqa dinamolari bo'lgan ekan. Dinamolar hozir paytda ishlaydimi yo'qmi, bunisini ham qo'shib berishibdi. Shunaqa gaplar, xudo xolasa o'zini dinamoni to'g'irlab yurg'izib berishga harakat qilamiz. Radiatorlarni ochamiz. Keyin bittada zavod bo'lmoqdilar. Yo farsimku yo apparaturasi ketgan bo'lsa kerak. Bu unaqadan mashinadan posilka qilib berib yuborishgan. O'zlari tashlab ketishdi, aniqlab. Shunaqa xizmatlar bo'lsa olib kelaverasizlar. Endi ochib ko'ramiz. Bunaqa motorlar ko'p jo'natib yuborishadi. Uzoqda bo'lsanglar shunaqa motorlarni jo'natib yuborsangiz bo'ladi. Mashina orqasiga solib bemalol olib ketashaveradi. Bizning manzil Piskent tumanida, Toshkent viloyati Piskent tumanidanman. Bundan tashqari skuter, elektromobillar hammasi keladi, qilib shunaqa xizmatlar bo'lsa olib kelaverasizlar. Zapchastlarni ham topib berishga harakat qilamiz. Qo'ldan kelgancha to'g'irlab, iloji boricha. Endi buni ochamiz, endi radiatorni buzamiz, chochamiz. Bu yoqdan dinamoni ko'ramiz. Dinamo nima bo'lgan, yaxshimi? Shunaqa to'g'irlab beramiz, xudo xolasa. Qo'ldan kelgancha.